Assalomu alaykum aziz opa-singillarimiz. Bugungi suhbatimiz katta ko'krakni tabiiy yo'llar bilan kichraytirish haqida. Ammo oxirida agar siz uchun eng to'g'risi jarrohlik bo'lsa, shuni ham sodda qilib tushuntirib o'taman. Ko'krak katta bo'lishi bu ko'pincha yog' va bez to'qimasi sababli bo'ladi. Shuningdek, gormonlar, ayniqsa estrogen yuqori bo'lsa, vazn oshgan bo'lsa va yomon qomat ham ta'sir qilishi mumkin. Agar ko'kragingiz sizda nafaqat ko'rinishi, balki sog'liq jihatdan ham sizga muammo keltirayotgan bo'lsa, masalan, bel, bo'yin og'riqlari, ya'ni terini cho'zilib ketishi yoki mashq qilganingizda yoki jismoniy harakatlar qilganingizda o'zingizdan ko'ngil to'lmaslik holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, unda operatsiya haqida o'ylab ko'rishimiz mumkin. Bugun sizga ko'krak kichraytirishni 7 ta bosqich haqida aytaman. Har birini 1 daqiqa ichida bilib olasiz. Birinchi bosqich: shakarni kamaytiring. Sodda uglevodlarni qisqartiring. Har kuni oqsil, masalan tuxum, parranda yoki baliq go'shti, tvorog ratsioningizga albatta qo'shing. Bu yog'larni eritishda yordam beradi. Tuzlarni ratsiondan kamaytirish esa shishlarni ketkazadi va bu ko'krakni ko'rinishini yanada kichikroq ko'rsatadi. Ikkinchi bosqich: ko'krakni to'g'ri joyiga tushirish uchun orqa va yelka mushaklarini mustahkamlash muhim. Will Angels va Pulver mashqlarini haftada 2, 10 va 15 daqiqa intensiv yurish yoki hit mashqlarini qilish juda foydali hisoblanadi. Bu mashqlar yog'larni to'g'ridan to'g'ri kamaytirmasa ham ko'rinishini kichraytirishga yordam beradi va og'riqni kamaytiradi. Uchinchi bosqich bu gormonal jihat. Agar hay siklingizda buzilish bo'lsa yoki hayotingizda gormonal o'zgarishlar bo'lsa, qalqonsimon bezda yoki gipofiz bezida estrogen, progesteron, prolaktin va qalqonsimon bezdagi barcha gormonlarda buzilish yoki o'zgarishlar kuzatilsa, albatta bu ko'krakni kattalashishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa bu holatlarda stressni kamaytirish, yaxshi uyqu, 7 soatdan ko'proq vitamin B6, D3 va ayniqsa omega 3 larni iste'mol qilib turish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Lekin aniq muammo gormonal buzilishlar bo'lsa, albatta shifokor endokrinologga va mammologga murojaat qilishingiz shart. To'rtinchi bosqich teri va massaj usuli. Ko'krak kichrayganda teri osilmasligi uchun massaj qilinadi. Kollagenni qo'llovchi mahsulotlar va oddiy sovuq iliq dush ham yordam beradi. Bu usullar albatta jarrohlik amaliyotidan keyin ham foydali hisoblanadi. Beshinchi bosqich sport turi va kiyim. To'g'ri sport turi yelkalarni va ko'krakni to'g'ri ushlab, ko'krakni vizual kichikroq ko'rsatadi. Har bir ko'krakni kichraytirish uchun qilinayotgan sport turida to'g'ri bosim bo'lishi shart. Ko'krakni kichraytirish uchun qilinayotgan har bir sport turida to'g'ri bosim berilishi kerak. 6-bosqich bu 30 kunlik amaliy reja. Ya'ni bunda sizga soddaroq qilib tushuntiraman. Haftada 4 kun 30-40 daqiqa mashqlar qilasiz. 2 kun kuch mashqlari, 2 kun kardio mashqlari. Kuniga oqsil, ozroq shakar va ko'proq sabzavot mahsulotlari, ayniqsa karamni ko'proq iste'mol qiling. Har kuni 2 daqiqadan 5 daqiqagacha massaj qilishni tavsiya qilaman. Bu 30 kun ichida ko'p ayollarda kichik o'zgarishlar sezila boshlaydi. Lekin agar sizda aniq katta hajm yoki og'riq bo'lsa, keyingi bosqichlarga o'tamiz. 7-bosqich haqida gaplashamiz. Bu albatta eng sodda, eng tez va eng samarali usul hisoblanadi. Bu operatsiya amaliyoti. Agar yuqoridagi chora-tadbirlar sizga yordam bermasa yoki ko'krak sizga doimiy og'riq bersa, nafas olishda muammolar tug'dirsa yoki psixologik qandaydir sizga bezovtalik tug'dirsa, oilaviy munosabatlaringizga ta'sir qilayotgan bo'lsa, albatta buni ko'krakni kichraytirish amaliyoti, ya'ni reduksion mammoplastikani ko'rib chiqishingiz mumkin. Operatsiya nima qiladi? Bu haqida sizga qisqacha tushuncha beraman. Amaliyot, ya'ni operatsiyamiz qanday tartibda o'tadi? Jarrohlik amaliyoti demak umumiy narkoz ostida bo'ladi. Ko'krakdagi ortiqcha yog' va bez to'qimalarini aniq chizmalar bilan chizib olib tashlanadi. Terini qisqartiriladi, bez to'qimalarini qisqartiriladi va areolani va so'rg'ichni yuqoriga ko'tariladi. Operatsiya odatda 2-3 soat davom etadi. Siz odatda 1-2 kun kasalxonada qolishingizga to'g'ri keladi. Amaliyotdan keyin siz o'zingizni qanday his qilishingiz mumkin? Albatta, bel, bo'yin va yelka og'riqlari kamayadi. Faoliyatingiz tezlashadi, sport bilan shug'ullanishingiz yengillashadi. Ko'rkam kiyimlar va o'zini yaxshi his qilish va oilaviy munosabatlaringiz yaxshilana boshlaydi.
Ko'krakni kichraytirish amaliyotidan oldin shifokoringizga albatta shu savollarni bering. Birinchi savol: men uchun bu operatsiya haqiqatdan zarurmi? Ikkinchi savol: bu operatsiyani bajarishda qanday texnikalarni ishlatasiz? Nega aynan shu usullarni menda tanlayapsiz? Uchinchi savol: operatsiyadan keyin qancha vaqt dam olishim kerak va ishga qachon chiqsam, qaytsam bo'ladi? To'rtinchi savol: yana bir nechta bemorlaringizni do-posle holatidagi video va rasmlarini ko'rsata olasizmi? Beshinchi savol: jarrohlik va kasalxona xarajatlari qanday hisoblanadi? Ko'krakni kichraytirish amaliyotiga oldindan tayyorgarlik. Demak, chekishga odatlangan ayollarimiz albatta 4-5 hafta oldin chekishni tashlashlari shart. Chunki chekish yarani bitishini yomonlashtiradi. Ayrim dorilarni, aspirin va qon ketishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan dorilarni shifokor bilan maslahatlashib to'xtatib turamiz. Operatsiyadan oldingi tekshiruvlar, qon tahlillari, kardiolog ko'rigi, EKG, exokardiografiya va boshqa tekshiruvlarni albatta amalga oshirishni maslahatlashamiz. Keyingisi reabilitatsiya, ya'ni amaliyotdan keyin qanday holatlar kuzatiladi? Dastlab bir necha hafta og'riq va shish bo'ladi, dorilar bilan boshqarib turiladi. 4-6 hafta davomida jismoniy og'ir yuklamalar va sport bilan shug'ullanishni to'xtatib turamiz. Xulosa qiladigan bo'lsam, jarrohlik bu katta qaror. Ko'pchilik bemorlar natijasidan mamnun bo'ladi, lekin xavf ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun mammolog va plastik jarroh bilan albatta konsultatsiya qiling. Hamma savollaringizni bering va shifokor sizga aniq tavsiyalar beradi. Agar sizga hozir darhol maslahatlashish zarur bo'lsa, shu video ostida raqam qoldirdim, men bilan bog'lanishingiz mumkin. Konsultatsiyamga yozilib keling va barcha savollarni o'zingiz kelib javob topasiz va kerakli tekshiruvlarni siz bilan birga o'tamiz. Bugungi videomiz manfaatli bo'ldi degan niyatdaman. Aziz opa-singillarimiz, o'zingizni seving va ishonch bilan qaror qabul qiling. Salomat bo'ling.